Voy belim. Belimni dabdalasi chiqibdi-ku. Gap bo'lishi mumkin emas. Aytgancha men u baloni uyda edim-a. Xayolimda, xayolimda men mashinada yotibman. Qiynalib, tak, nima qilayotgandim o'zi? Voy, kompyuterning zaryadkasi o'chibdi-yu. Unisi nima edi-ya? Jonmidi? Mayli. Miyamga kelgan ism bilan chaqiraman. Jon. Jon, qayerdasan? Biz ketishimiz kerak. Axir kechagi rejamiz bor edi-ku. Jon. Obunachilar, menimcha u hali ham mana shu yerda. O'z uydan chiqa olmayapti. Jon, shu yerdamisan? Yo'q, prosta bu yerda yana nimalar bo'lyapti? Bu yerdagi teshik. Jon axir bu yerda emas-ku. Xo'sh, qayerda bo'lishi mumkin-a? Yoki tashqariga hojatga ketdimikan? Mayli, sinab ko'rish kerak. Tak, Jon, qayerdasan o'zi? Biz axir aytib o'tganimdek, boradigan joyimiz bor edi. Jon, tushmadim. Eshik yopiq. Nahotki eshikni ustimdan qulflab ketgan bo'lsa, yoki meni aldab mashinamni olib ketdimikan? Balakan, u ochig'i bu yerda nonushta qilingan va mana bu yerda suv turibdi. Menimcha bu nonushta menga bo'lsa kerak. Ha, ko'rinishidan yangidek. O, ajoyib sandvich gap bo'lishi mumkin emas. Maza qilib yeb bergan bo'lardim. Tak, qorin juda ham ochibdi. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham bu yerdan tez otlanib ketishim kerak. Choy ichib turganimcha Jon kelib qolsa kerak. O'ylaymanki, u tirik. Hali zombilarga yem bo'lmagan. Bo'ldi, qorin ham to'ydi. Ana endi maza qilib suv ichib olsam bo'ladi. O, bu yerga suv to'ldirib ketibdi. Menimcha pollarni artib qo'ydigan maqsadda to'ldirib ketgan. Lekin afsuski men pollar ichishni bilmayman. Shuning uchun xafa bo'lmaysan degan umiddaman. Yoki Jeymi ismi. Balakat, nahotki men ismlarni esimdan chiqarib qo'yayotgan bo'lsam. Mayli, bo'pti, hech narsa qilmaydi. Tak, meni narsalarimni hammasi shu yerda. Bo'lmasam, tak, qarochi bolalar, vashcha tez sizlarga yangiligim bor. Mana bu yerda Asad o'tiribdi. Mayli. Mana bu ko'rib turganingizdek, mana Telegram kanalim bo'ladi. Atrofda esa mana videoni montaj qilib o'tirganimni ko'rib turishingiz mumkin. Telegram kanalimda bir paytlar 1000 ta obunachi bo'lgan, lekin hozir 444 ta obunachi qolgan obunachilar. Bu darajada ezilmaganman. Shuning uchun obunachilar shu videoni opsiyasida va kommentariyasida Telegram kanalimning linki bo'ladi. O'shdan o'tib obuna bo'lib qo'yinglar va mana shu sonlarni kelinglar yana 1000 taga chiqarib qo'yamiz. Shut up, please. Tezda kiyib olay. Tak, yaxshi, gap bo'lishi mumkin emas. Forma joyida. Ana endi mashinamning kalitini olaman yoki mashinamni olib qayergadir ketdimikin-a? Agar qayergadir ketgan bo'lsa, men uni shunchaki dabdalasini chiqaraman. Tak, lopatka bu kirga joyda turaversin, bo'ldi. Qolgan narsalar kerak emas. Undan tak, uyni esa menimcha mana shunday tashlab ketaman. Kalit ham Jonda bo'lgan bo'lsa, ustimdan qulflab ketgan. Ha, gap bo'lishi mumkin emas. O'ynani sindirib chiqishga to'g'ri keladi menimcha. Opa, meni kechir Jon, ammo men shunday qilishga majburman. Opa. Yaxshi. Nimaga tepadan sindirding, pastdan sindirmading desanglar, hajabi mana shuni o'zi ham himoya qilib turadi. Ya'ni bu yerdan zombini chiqib o'tishga aqli yetmaydi. Tak, ana endi mashinam ham joyida turibdi. Hech qayerga haydab ketmagan. Jon esa bu yaqin atrofda ko'rinmayapti. Qiziq. Jon, qayerdasan? Qayerda bo'lishing mumkin? Ishqilib atrofda hech kim yo'qmi? O'ylaymanki, atrofda hech kim yo'q. Hozircha zombilar ham ko'rinmayapti. Yomg'ir ham tinib qolibdi. Menimcha bugun tinchlik bo'ladigan o'xshaydi. Lekin RPTga tezroq bormasam, hamma yoq pachava bo'ladi, chunki u yerdagi odam juda ham xafosida. Mayli. Tak, yoki bo'lmasam orqani bir aylanib kelaymikan, balkim ana shu yerda bo'lgan bo'lsa, nega meni chaqirmading, meni tashlab ketding deb xafa bo'lib qolmasin. Albatta, atrofni ko'rish kerak, ko'rmasak bo'lmaydi. Tak, paraxod ham joyida turibdi. Bu degani kemada ham ketmagan, mashinada ham ketmagan yoki o'zini mashinasi bormidi? Ochig'i to'g'ri eslay olmayapman hammasini. Xo'sh, mayli, nima bo'lgan taqdirda ham bagajnikni tekshiraylikchi. Tak, qani ochila qolsang-chi. Mayli. Hech qisi yo'q. Bo'pti, bo'lmasam ketdik biz ham. Jon, agarda uyda bo'lsang, mendan rozi bo'l. Men ketyapman. Senga esa rahmat menga boshpana berganing uchun. Menda hozir hammasi joyida. Yoki Jonni topsam ekan. Chunki menga yordam bergandi va o'zi ham yordam so'ragandi.
Palakat nima qilishni ham bilmay qoldim. Mayli, chaqirni aylanib kelay-chi. Muhimi bu uy yodimda. Topib kela olaman. La'nati, nahotki meni do'stimni qiynayotganlar hammasi Umbrelladan bo'lishi mumkin emas. Mayli bo'pti, hozir uni bir amallab qutqarishim kerak. Qutqarmasam bo'lmaydi. Yaxshiyam u menga bir amallab lokatsiyani tashladi, ammo qanday yoki bu tuzoqmikin? Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham men buni bu yerda nimalar bo'layotganini bilib aniqlik kiritib olishim kerak. U lokatsiya bo'yicha aynan mana shu tomonlarda bo'lishi kerak. Oppa, u yerda yorug'likni ko'ryapman, kimdir qimirlayotganini ham ko'ryapman. Yaxshi. Ko'ramiz bu yerda kimlar bor ekan. Xo'p, bir nechta askarlarni ko'ryapman. Gap bo'lishi mumkin emas. Ularga kuchim yetadimi, yo'qmi, lekin aniqini bilmayman. Ha, demak, mana bu palatkalardan bittasida meni sherigim joylashgan. Ha, sherikni menimcha qutqara olmayman yoki qutqara olaman. Palakat, bularning barchasida kamida qurollar bo'lishi kerak. Oppa, men ko'rdim, u aynan mana shu palatkada. Agar men uni qutqara olsam, u menga otishda yordam berardi. Lekin qurollari menimcha katta. Voy, bu la'nati, bu nima bo'ldi? Palakat, bu yoqqa kelma. Agar hozir qurolning ovozi chiqadigan bo'lsa, men tamom bo'ldim. Qani, la'nati. Bu yana nima bo'ldi? Palakat, bunaqasini ko'rmagandim. Sizlar ko'rganmisiz bunaqasini? Chidab bo'lmaydi, Palakat. Mayli, yana boshqasi yopishib qolmasdan tez-tez sherigimni qutqarishim kerak. Xo'sh, bir amallab yaqinlashib ham oldim deylik. Ammo qanaqasiga, balkim pastdan aylanib o'tarman. Albatta, nimaga yo'q, pastdan aylanib o'tadigan yo'l bo'lishi kerak. Tushunmadim, bu yo'llar nima bo'lgan? Nimagadir ochmayaptimi? Yo'q, prositi. Mayli, bug bo'layotgan ekan shekilli. Tak, yaxshi. Tushunarli. Xo'sh, yoki ularni biror narsa qilib chalg'itsam ekan. Lekin men qo'limda borim shu, ustimda esa bronежилет. Ha, menimcha qutqarishga yetadi. Mayli, iloji boricha aylanib borishga harakat qilaman. Hozir o'ylaymanki meni ko'rib qolishmaydi. Salom, birpas bug bo'lmay tursa yaxshi bo'lardi. Opa, yaxshi. Voy, Palakat, menimcha ko'ryapti. Ha, bittasi ko'rdi. Unda qurol bor ekan. Yigitlar, bu yerda kimdir? Tushunmadim. O, Palakat, qolganlar eshitmadimi? Yoki shunaqa tuyulyaptimi? Qani bo'pti, kelaring, sizlarni bittada o'ldirishga harakat qilaman. Qani, bu yoqqa kelaring-chi. Opa, otlaring, nima qilib qarab turibsanlar? Tak. Yaxshi, bittasi minus. O'lib qolmasdan tez harakat qilish kerak. Qani. Tak. Yaxshi, oppa, bulardan o'qlar tushyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. O'qlarni yig'ish kerak. Qani, sen ham kelchi. Tak, yaxshi. Buni foydasi tegishini bilgandim. Yaxshiyam shu qurolni tanlaganman. Tak, bularning barchasidan o'q tushyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. O'qlarni yig'ib olamiz. Shu yerdamisan, Jo? Ha, men shu yerdaman. Faqat ehtiyot bo'l. Bular juda ham yomon. Qo'limdan kelgancha. Qani, faqat boshga otishga harakat qilamiz. Yaxshi, bunisi tamom. Menimcha bo'ldi. Hammasi tamom bo'lib ketishdi. Yoki qolib ketgani bormikin? Nima deb o'ylaysizlar? O'ylaymanki, qolib ketgani yo'q. Tak. Nahotki shunchasi buni olib ketgan bo'lsa, iltimos, meni qutqarsang bo'lardi, amigo. Albatta. La'nati, o'ylaymanki, atrofda haqiqatdan ham hech kim qolmadi. Qolmadi, zerikib ketdim. Tez meni qutqarsang bo'lardi. Mana ketyapman. Qaysi biridagisan? Ko'ka. Ha, bu yerga qanaqadir tamg'a yopishtirib qo'yibdi. Rostdan. Mayli, iltimos, meni chiqarib ol. Hozir mana chiqarib olyapman. Qani, opa, sizdan qolsangchi. Yaxshi, gap bo'lishi mumkin emas. Ana endi keyingisi. Bo'ldi, mana. Nima qilyapsan? Ehtiyot bo'lsangchi. Bo'ldi. Xo'sh, endi men Shalkerimni topishim kerak. Shalker, tushunmadim, nimalar deyapsan? Shalkerni ichida o'tgan safar topgan drabavik-imiz. Hamma narsalarimiz bor edi, lekin hozir esa yo'q. Mayli, bo'libdi. Men atrofda Shalkerni tekshiraman. Adashmasam, mana shu palatkalardan bittasida bo'lish kerak edi. Va bu yerda yaxshigina qurol yashiringan. Uni ham topishimiz kerak. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Topamiz albatta. Yaxshi, bro. Mayli, men qidiraychi atrofni. Ha, men ham unda atrofdagi o'sha qurolni qidiraman. Tak. Bu yerda hech narsa yo'q, menimcha.
Obunachilar, lekin bu yerda yaxshigina jang bo'ldi hozir. Bitta niqadan omon qoldim. Mayli bo'pti. Bu yana qizil belgi nima bo'ldi? Ha, ana o'shanisida bo'lishi mumkin. Ya, maxsus qurol. Balki meniki ham shu yerdadir. Bilmadim. Hozir ko'ramizda. Shoshmay turchi. Balakat, mana buni qaranglar, obunachilar maxsus kladovka qilib qo'ygandicha. Ochib ko'rsangchi. Balakat, ochilmayapti. Chetroq tur. Hozir. Bo'ldi. Menimcha ochiladi. Albatta, qulfni axir shilib yubording-ku. Bu yerda yaxshigina qurol turibdi va uni o'qlari. Qo'yal, gap bo'lishi mumkin emas. Va mana bu menga kerak emas. Tak, bu yerda yana qanaqadir qo'lyozma. Yo'q, bu ko'proq xaritaga o'xshaydi. Ichimni qizdirmasdan aytsang-chi, endi nima ekan bu? Yo'q, bu xarita ham emas, qo'lyozma ham emas. Bu shunchaki qandaydir bir gazeta. Bu yerda "You are racist" deb yozib qo'yibdi. Nimalar deyapsan? Men hech qanaqa racist emasman. Ha, bu yerda aynan sen aytilmagansan, lekin bu yerda, короче, juda ham yomon so'zlar ham yozilgan. Bitta ikkita, no mayli bo'pti, ahamiyat bermaymiz. Bu shunchaki musor ekan. Menimcha musorni ushlab oldim. Ha, bu askarlar tomi ketgandan xohlaganini qilishgan chog'i. Xo'p, mayli bo'pti, atrofni yana qaraychi. Mayli, men mana buni qo'yib qo'yay. Shalkira mana bu yerda mana shuni ichida turganga o'xshaydi. Iltimos, mana buni sindirib yubor. Ha, menimcha barcha narsangni olib qo'yishgan. Albatta, o'ylab ko'rchi, barcha narsamni olmasdan iloji bormikan? O'zi qanday qilib bu yerga tushib qolding? Bilsam bo'ladimi? Ha, albatta bilsang bo'ladi. Palakat, ertalabdan oziq-ovqat qidirgani chiqib ketgandim. Meni ushlab mashinaga bosib olib ketishdi va yaxshilab so'rashdi. Sen Odilboyni taniysanmi deb so'rashdi. Agar tanисang, meni uning yoniga olib bor dedi. Lekin men tanimayman dedim. Palakat, meni tushunmadim. Bo'lishi mumkin emas. Men qanday qilib so'rash mumkin? Axir bularga men nima keragim bor? O'ylaymanki, bular oddiygina askar, shunchaki omon qolishga harakat qilishyapti. Zombielar borligi uchun yovvoyilashib ketgan. Yo'q, aslida hamma gap boshqacha. Sen Umbrelladansan, lekin orada ne Umbrella degan narsa bor. Tushunmadim, nima haqida gapiryapsan o'zi? Axir men Umbrellada ishlab turib bu narsa nimaligini bilmasam. Ne Umbrella? Ha, buni bilmasliging aniq edi o'zi. Sen qanday qilib bilyapsan? Chunki Neo Umbrella bu Umbrellani alternativ versiyasi. Ya'ni Umbrella virus ishlab vaksina chiqarib, xullas shunga o'xshash ishlar qilsa, Neo Umbrella uni kuchaytirib tashlash mumkin. Umbrelladagi barcha narsani o'g'irlab, ularni nusxalab, Umbrellani taktugi bilan yo'q qilib yuborish mumkin. Tushunyapsanmi? Umbrellaga tegishli bo'lgan har bitta askar o'lishi shart. Palakat, nahotki shunaqa bo'ladigan bo'lsa? Bunaqasini kutmagandim. Tak, Diggle'im uxlanganmikan? Ha, 3 tagina patron bor ekan, mayli. O'qlab qo'ya qolay. Ha, to'g'ri qilasan. Hozir qayerga ketyapmiz? Hozirmi? Menimcha bugunga bo'ladi. Uyga ketmasak bo'lmaydi, chunki seni zo'rg'a topib oldim. O'z aslida bugun bizning missiyalarimiz boshqacha edi. Ming bor uzr, bugun vaqtingni oldim. Hech qisi yo'q. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham biz omonmiz. Bu mashinani sog'ingandim. Ha, o'tir, ketdik. Ketish payti bo'ldi axir. Ha, rahmat senga, do'stim. Rahmatni qutqarganimizdan keyin aytasan. Nimaga? Ungacha kerak bo'lib qolasan-da. Seni tushundim. Hazilni ham olarkansan. Albatta, mayli bo'pti, ketdik.